Aka mashinangiz zo'r ekan, qanaqa telefon ishlatasiz? iPhone nechisi bu? Bilmadim. iPhone'ni ja unaqa yaxshi tushunvormayman. امشب نیستم فردا رو باره ایسلاو نیستم گنگستر رو باره O'rtoq, necha yoshingdan pul topishni boshlagansan? 16 yoshimda. Radim bu yil 2008 yili. Ne aynan 2008li? Chunki ular bu yil 16 yoshda. Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan, Instagramda bugun basharasi qiyshagan. O'rtoq, Xonsaroydan uyamoqchi edim. Nechinchi etajdan olsam ekan? 16-etajdan olgan o'rtoq tepadan chiroyli ko'rinadi-da. Aka, Instagramda nechta odamga podpiska bo'lgansiz? Oldingi yil 15 ta, bu yil 16 ta, keyingi yil 17 ta. nasib hech qachon iPhone 16 tutadiganlar yo'q narsaga karillamaydi. بسا زیر بیستم Aka, iPhone har yili yangi chiqarganda birinchi bo'lib siz olardingiz-a? Da. Bu yil ololmabdi deyishyapti. Ya odamlar gapiraveradi, ukam bizni bir chetda ishimizdan quvuramiz-da. Ostiki qaysi nomerdasiz? Telefon qilib tusha olmayapman u. Ha, menimcha sen 16 ga telefon qilgansan-a? Da. Qara, yangi nomerimni yozib olgin, boshi xuddi o'sha oxiri 17 deb prosta. Xonsaroyda 100 ga qancha ketdi aka? 17 ta usti, 17 kun ishlashdi, 17 mingni olib ketishdi, ukam. Bo'sh bo'lsang yur 17-kvartalga o'tib kelamiz. Aka, sizga Messi yoqadimi, Ronaldomi? Messi nechinchi nomerda o'ynardi? 10da, Ronaldochi? 7da. Ukam unda menga bugundan ikkalasi ham yoqaverar ekan. Allo. Ukam sen nimadan kayf qilasan? Shu futbolkam bilan krossovkam rangi bir xil bo'lsa kayf qilaman aka. Yoshliging shotdan bilinadi, ukam.